Assalomu alaykum. Bugungi brifingda O'zagroinspeksiya qoshidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini baholash markazi davlat muassasasi tomonidan 2026-yilning birinchi yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Markaz tomonidan hisobot davrida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sinovdan o'tkazish, sertifikatlashtirish, urug'chilik sohasida sifat nazoratini ta'minlash hamda sohaga zamonaviy xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Xususan, paxta yo'nalishi bo'yicha hisobot davrida 121.551 tonna netto vazndagi paxta tolasi sinovdan o'tkazilib, sertifikatlashtirildi. Shuningdek, 5.827 tonna paxta momig'i ham sinovdan o'tkazilib, sertifikatlandi. Bundan tashqari, konditsion vaznda 214.070 tonna texnik chigitning sifat ko'rsatkichlari hamda netto vaznda 50.338 tonna texnik chigitning yog'dorlik ko'rsatkichlari aniqlandi. Don yo'nalishi bo'yicha hisobot davrida kelib tushgan 454 ta buyurtma asosida 50 ta shartnoma rasmiylashtirildi. Jami 1627 ta sinov bayonnomasi asosida 921 ta sifat sertifikati hamda 122 ta muvofiqlik sertifikati rasmiylashtirildi. Shuningdek, jami 378.267 tonna import qilingan don va don mahsulotlari sertifikatlashtirildi. Shundan 360.319 tonnasi bug'doy donni, 17.948 tonnasi esa un mahsulotlarini tashkil etdi. Urug'chilik yo'nalishi bo'yicha qishloq xo'jaligi ekinlari urug'lari va ko'chatlarini QR kodli yorliqlash bo'yicha kelib tushgan arizalar asosida buyurtmachilarga 5.291.000 dona QR kodli yorliqlar taqdim etildi. Mahalliy yetishtirilgan hamda xorijda import qilingan 3.245.710 dona mevali va manzarali daraxt ko'chatlari sinovdan o'tkazildi. Natijada 2.943 ta muvofiqlik sertifikati va ekinboplik xulosalari rasmiylashtirildi. 2025-yil hosilidan mahalliy tayyorlangan va import qilingan urug'lik chigitlar bo'yicha 42.600 tonna namuna laboratoriya sinovlaridan o'tkazilib, natijada 40.985 tonna urug'lik chigitga ekinboplik xulosasi, 1.615 tonna urug'lik chigitga esa nomuvofiqlik to'g'risidagi xulosa berildi. 2026-yil hosili uchun urug'lik kartoshka bo'yicha 16.147 tonna kartoshka tuganaklari hamda 1.936.000 dona mini tuganaklardan namunalar olindi. Sinov natijalariga ko'ra 15.909 tonna kartoshka tuganaklari va 1.761.000 dona mini tuganaklarga ekinboplik xulosasi, 239 tonna kartoshka tuganaklari hamda 175.000 tonna mini tuganaklarga nomuvofiqlik to'g'risidagi xulosalar rasmiylashtirildi. Shuningdek, import qilingan sabzavot, polis, yem, xashak ekinlari urug'lari bo'yicha 6.923 tonna urug'lik to'dalaridan namunalar olinib, ularning 6.709 tonnasiga ekinboplik xulosasi, 214 tonnasiga esa nomuvofiqlik to'g'risida xulosa taqdim etildi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini baholash markazi davlat muassasasi joriy yilda xalqaro hamkorlik yo'nalishida ham muhim natijalarga erishdi. Xususan, modernizatsiya loyihasi doirasida ISKAT bilan hamkorlikda markazning urug'chilik yo'nalishi faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan ikkinchi bosqich xaridlari to'liq yakunlandi hamda zarur jihozlar va uskunalar amaliyotga joriy etildi. Shuningdek, BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda qishloq xo'jaligi urug'lari sifatini baholash laboratoriyasining salohiyatini mustahkamlash loyihasi amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, markaz ISTA xalqaro tashkiloti a'zoligiga qabul qilinib, unga O'zML 0200 a'zolik kodi berildi. Bu esa kelgusida ISTA xalqaro talablari asosida akkreditatsiyadan o'tish uchun muhim huquqiy va tashkiliy asos yaratdi. Hisobot davrida Niderlandiya qirolligining bog'dorchilik bo'yicha nazorat xizmati rahbariyati vakillarining O'zbekistonga tashrifi doirasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Bundan tashqari, AQSh, Germaniya, Braziliya va Turkiya
qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi vazirligi vakillari bilan muzokaralar o'tkazilib, hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan o'zaro manfaatli kelishuvlarga erishildi. Ushbu xalqaro hamkorliklar markaz faoliyatiga ilg'or tajribalar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, laboratoriyalar salohiyatini oshirish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifatini xalqaro talablar asosida baholash tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Bugungi brifingda sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.